Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'lin oydek nur sochib chiqib keldi Saniyatul Vadodan. Shukr aytmoq lozim bizga har lahza, biron kimsa qo'l uzmasin duodan. Musulmonning shamchirog'i bu dinni olib keldi bizga Rasul Allohdan. Ana shu mashhur nashidni aytib, payg'ambarimizni kutib olishga hammasi peshvoz chiqishdi. Bu haqiqiy bayram edi bu. Chunki torlikdan, siquvdan, azob aziyatdan payg'ambarimiz dinni, mash'alani ko'tarib kenglikka, Madinaga, musulmonlarga, islomga haqiqiy yordamchi bo'lgan ansorlarning yurti Madina Munavvaraga payg'ambarimiz qadam qo'yishdi. Insoniyatning tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan, insoniyatni dunyoda nurga, iymonga, taqvoga, adolatga to'g'izgan islom mamlakatining tarixi boshlandi yozilishdi. Dushanba kuni boshlandi.